Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Bugun biz noldan email, ya'ni elektron pochtalarni OSINT, ya'ni ochiq manbalar orqali razvedka qilishni o'rganamiz. Eslatib o'taman, bu ishni axloqiy va ta'lim maqsadida qilinyapti. Bundan keyingi bo'ladigan har qanday muammolarga biz javobgar bo'lmaymiz. Bu videoda Python o'rnatishdan boshlashimiz kerak. O'zi Python menimcha ko'pchilikda bo'ladi, lekin yana bir ko'rsatib ketaman. Chunki Python eng kuchli instrumentda o'sha kiberxavfsizlikda ham, o'sha dasturlash tilida ham. Demak, Python bizga nimaga kerak? Python bilamiz, dunyodagi mashhur dasturlash tili bo'ladi. Demak, OSINT, ya'ni ochiq manbali orqali razvedkalarda o'sha Python bizga OSINT instrumentlarining 90% Pythonda bo'lar ekan, tushunarli? Uni kompyuterda, demak, mashinani dvigateli deb tasavvur qilish mumkin. Demak, biz ishlatadigan hozir email OSINTda ishlatiladigan dasturda aynan o'sha Python kerak bo'ladi. Demak, birinchi python.org saytiga kiramiz. Mana kirib qo'yganman. Demak, downloads bo'limiga kirasiz. Tushunarli? Yuklab olasiz o'zingizga keraklisini. Buni endi o'rgatib o'tmayman, o'zi hamma bilsa kerak. Keyin qarang, aynan mana pitichka bor-ku. Add Python to pass degan joyiga pitichka qo'yish kerak. Hammada har xil chiqishi mumkin mana. Tushunarli? Aynan mana shu so'zni bilib oling. Mana shunga pitichka kerak. Tushunarli? Endi bu tarafga o'tamiz. Endi biz nimalar o'rnatamiz? Demak, Holohe degan raqamli izlar ochiq manbali dasturi bor. Bu email manzil qaysi ijtimoiy tarmoq va saytlarda ro'yxatdan o'tganini ko'rsatib beruvchi, demak, asosiy bizda OSINT hisoblanadi. Boshladik. Pip install Holohe. Endi enterni bosamiz. O'rnatilishi kerak. Xudo xolasa mana o'rnatilyapti. Demak, mana successful bo'ldi. Install it Holohe, demak, 1.61 versiya ekan. Xullas, endi nima qilamiz? Endi bitta tekshirib ko'ramiz pochtani. Masalan, Holohe target deylik. Endi menimcha bu gmail.com. Endi enterni bitta bosamiz. Bismillah. Ishlamadi. Endi buni ishlamagandan keyin nima qilish kerak? Endi buni boshqacha yo'l tutamiz. Endi bizga sun'iy intellekt kerak bo'ladi. O'sha kiberxavfsizlikmi yo xohlagan soha hozir sun'iy intellektdan foydalanadi. Chunki vaqtni tejaydi-da. Biz Gemini ochib olamiz. Hozirgi muammoni shunday tashlaymiz, copy qilib, tushunarli? Men copy qilib tashlayman. Demak, Holoheni o'rnatdik. Shunaqa muammo chiqdi deb yozamiz. Mana endi buni men sizlarga o'sha life hack da bu. Endi o'zim nima qilsam, ko'pchilik tushunmay qolishi mumkin. Shuning uchun eng yaxshi va oson yo'l hozir shu, sun'iy intellektdan foydalanish. Tushunarli? Endi buni mana eng oson va tezkor yo'li uni Python moduli sifatida ishga tushirish deyapti. Copy qilamiz, mana copy. Hatto biz stavit qilamiz, enter. Demak, keyingi buyruqni ham qo'yib ko'ramiz. Demak, bizda ishlamadi va buni yana qo'yamiz, tushunarli? Mana shuni qo'yasiz. Mana endi buni ham qo'yamiz. Pip. Demak, endi buni sun'iy intellektga tashlaymiz. Mana shunaqa tez ishlanadi-da, tushunarli? Tushunmay qoldingizmi? Demak, sun'iy intellektga murojaat qilish kerak. Bosamizda enterni bosamiz. Mana tekshirib boshladi menimcha. Xo'p. Mana tekshirib boshladi pochtalarni. Oldin Google dan qidirardik. O'sha xatoliklar bilasizlar, dasturchilar ham biladi. Masalan, qanaqadir muammolar chiqib qolsa, mana bizda natijalar chiqdi. Mana plus.any.do. Mana bu saytlarda ham bo'lishi mumkin. Tushunarli? Mana uchalasini tashlaymiz. To'liq tashlasangiz ham bo'ladi. Birdan sun'iy intellekt o'zi ajratib beradi. Qaysi nimada bor, qaysida yo'q. Tushunarli? Mana buni tahlil qilib enterni bosamiz. Mana tushunarli? Mana yashil musbat bu elektron pochta mazkur saytda ro'yxatdan o'tgan ekan. Tushunarli? Minus bo'lsa, bu pochta mazkur saytda topilmagan, X bo'lsa, demak sayt sizning so'rovingizni blokladi. Demak, bizni IP ni ham bloklab olishi mumkin. VPN ishlatish kerak. Men hozir VPN ishlatmayapman. Keyingisi, demak, mana ijtimoiy va muloqot. Ushbu foydalanuvchi quyidagi servislar va ijtimoiy tarmoqlarda faol ekan. Twitterda, Plurkda, tushunarli? Ish va freelancerda, demak, mana shu saytlarda bor ekan. Biznes tashkilotlarda, demak, mana shu saytlardan ro'yxatdan o'tgan. Boshqa Anydo va Spotify'dan ro'yxatdan o'tgan.
Demak, natijalarning juda katta qismi demak bizni bloklagan. Tushunyapsizmi? Bizni bloklab olgan. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Bu natijalarga tayanib, demak, quyidagilarni taxmin qilish mumkin. Birdan taxmin ham qilib beryapti. Siz har bittasini demak, oldingi darsda men har bittasini tekshirib ko'rgandim. Demak, yana bitta oson usuli sun'iy intellekt bilan ishlash ekan. Quyidagi taxmin qilish mumkin. Demak, ayt dasturlashga qiziqadi. Tushunarli? Mana shu saytlarga kirgan. Microsoft ekotizmidan foydalanadi. Xalqaro tarmoqlarda faol. Keyingi qadam nima? Demak, endi ikkinchisini demak bizda hozircha demak asosiy xulosalar bo'ldi. Tushunarli? Demak, birinchi qism shu. Keyingi qismda yana davom etamiz. Bundan ham chuqurroq tahlil qilamiz. Demak, o'zingizda endi pochtangizni qo'yib davom etishingiz mumkin. Tushunarli? Uning uchun mana bunaqa bu yerda GitHubda ham holayani ko'rsatyapti oxirida. Demak, pochtani almashtirib ko'ramiz masalan. O'zimni pochtamni yozib ko'raman. Nursoftnur demak gmail.com enterni bosaman. Demak, boyagi muammo chiqdi. Demak, biz to'liq ishlashi uchun mana bu buyruqni qo'ygandik, to'g'rimi? Mana shu yerda pochtani yozamiz. Men sizga qayta nima qilish uchun, esingizda qolish uchun ko'rsatdim. Tushunarli? Nursoftnur gmail.com enterni bitta bosaman, demak, meni pochtamni tekshiryapti endi. Meni IP'imni lekin bloklayapti. Shunisi bor. Tushunarli? Men keyingi nimada VPN bilan ishlatmasam, menda juda ko'p ma'lumotlar chiqmay qoladi. Shunga e'tiborli bo'lasiz. Endi mana shunday buni ham o'zimda kopiya qilaman. Mana juda ko'p X chiqdi. Bizni bloklab yubordi, afsuski. Demak, buni ham tahlil qilib qo'yamiz. Demak, bu tahlil avvalgisidan ancha qiziqroq, chunki bu yerda biz oltin koni hisoblangan ma'lumotni qo'lga kiritdik. Tushunarlimi? Demak, eng muhim natijalar orasida eng qimmat 3 qator ekan. Demak, qarang. Avatar full name Nursaidov. Tushunarli? Tayyor linkni ham beryapti. Bu shuni anglatadiki, foydalanuvchining familiyasi yoki taxallusi katta ehtimol bilan Nursaidov. Ko'ryapsiz? Keyin profil sizda endi uning avatar profili manzili bor. U yerda foydalanuvchi boshqa profillar, rasmiy yoki haqida qo'shimcha ma'lumotlar olishi mumkin. Mana kopiya qilib bu yerga qo'yib ko'ramiz, nima chiqaradi. Nursaidov chiqib keldi. Tushunarli? Mana rasmi ham chiqdi. Ko'ryapsizmi? Mana Osin mana shunaqa bo'ladi. Bittalab tekshiradi. Tushunarli? Endi bunga qaytamiz. Demak, rasmni ham topdik, familiyani ham topdik. Nursoftnur pochtamizdan. Endi bu pochta egasi quyidagi platformalarda ro'yxatdan o'tgan: Twitter, WordPress, Office, Spotify. Osin xulosasi, demak, sohasi soft so'zi ko'pincha software dasturiy ta'minot. Ko'ryapsizmi? Taxallusi Nursaidov yoki Nursoft loginidan foydalanadi. Demak, bizda juda ko'p bloklab yubordi. Ya'ni agar bloklamaganda, VPN bo'lganida bizda chiqarib berishi mumkin. Xullas, buni hali yo'li ko'p. Davom etaveramiz ikkinchi qismlarda. Xo'p, demak shunaqa. Demak, keyingi qismda o'sha oldingi darslardagidek Nursaidov deb qidirsangiz, o'sha Google'da ma'lumot chiqadi deyapti. Zo'r ekanmi? Demak, mana sun'iy intellekt bilan ishlashni foydasi hozir. Demak, hozircha shu. Ikkinchi qismda ko'rishguncha barchaga rahmat. Salomat bo'lamiz. Yana bitta eslatma, ehtiyot bo'lasiz bu narsadan. Bu ta'lim maqsadida qilinyapti, bilim uchun.